Bugun sizlar bilan bepushtlik haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum. Men Matyakubova Dinara Sabirovna, akusher-ginekolog, reproduktolog bo'lib, o'z faoliyatimni Surjimet Eko klinikasida davom qildirib kelmoqdaman. Bizning Surjimet Eko klinikamiz xalqaro jamoa bo'lib, Xorazm viloyatida ilk bora tashkil qilingan eko klinikasidir. Biz xalqaro jamoa bo'lib, boshqa davlatlardan mutaxassislar bilan birgalikda o'z ish faoliyatimizni jadal olib bormoqdamiz. Bizning klinikamiz sizga stimulyatsiya yordamida tabiiy homiladorlik, bachadon ishi inseminatsiyasi va yordamchi reproduktiv texnologiyalar bo'yicha sizga o'z yordamini beradi. Bizning asosiy maqsadimiz sizlarni farzand atalmish ne'matga erishtirishdir. Assalomu alaykum. Bugungi kunda yordamchi reproduktiv texnologiyalarga talab ortib bormoqda. Yordamchi reproduktiv texnologiyalari bu urug'lanishning ayrim yoki barcha bosqichlarini ayol organizmidan tashqarida homiladorlikka qaratilgan amaliyot va davolash usullaridir. Xorazm viloyatida 2 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Surjimet Eko klinikasida bepushtlik tashxisi qo'yilgan juftliklarimiz o'z muammolariga yechim topishlari mumkin. Bizning laboratoriyamiz butun jahon talablariga javob beruvchi barcha turdagi laboratoriya jihozlari bilan jihozlangan bo'lib, 100 xildan oshiq tahlil natijalarini ko'ramiz. Shu texnologiyalardan biri mana IXLA apparati. IXLA apparatida barcha gormonlarni ko'ramiz. Gormon tahlil natijalari yarim soat ichida tayyor bo'ladi.